Agar insonda turg'un ravishda qon bosimi 140 ga 90 ko'rsatkichga teng va undan baland bo'lsa, bu insonda arterial gipertoniya kasalligi rivojlangan hisoblanadi. Odatda bunday bemorlarning 30-40% ushbu dardga irsiy moyillik tufayli chalinadi. Shuningdek, ratsionda kundalik tuz miqdorining 5 grammdan ortishi, yog'li va qayta ishlangan oziq-ovqatlar iste'moli, umuman noto'g'ri ovqatlanish amaliyoti qon bosimini 10-15% ga oshishiga olib keladi. Harakatsiz turmush tarzi va pirovardida jismoniy faollikning sustligi ham qon bosimining 20% ga baland bo'lishiga sabab bo'ladi. Doimiy stress va xavotir holati organizmda kortizol gormonini ko'paytirib, tomirlarga bosimni kuchaytiradi. Faqat stressni boshqarish evaziga qon bosimini 15-20% ga pasaytirish mumkinligi isbotlangan. Tamaki chekish va spirtli ichimliklar esa tomirlarga jiddiy zarar yetkazishi oqibatida ham qon bosimi sezilarli darajada ko'tariladi. Insonlardagi ortiqcha vazn ham yurakka qo'shimcha bosim yuklaydi. Tana vaznining atigi 5-10% ga yengillashishi qon bosimini 10-15 ko'rsatkichga pasaytirish imkonini yaratadi. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, stressni boshqarish, zararli odatlar hamda semizlikdan forig' bo'lish orqali biz qon bosimini to'liq nazoratda ushlashga erishamiz. Qonda bosim bo'lsa gar, bunga sabablar bisyor.